Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabarlar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Sohiba Yusupova. Joriy yilning 25-mart kuni Prezident tomonidan seysmik xavfsizlikni ta'minlash tizimini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun imzolandi. Mazkur hujjat mazmun mohiyatini amaliyotga tatbiq etish yuzasidan Urganch shahrida maxsus seminar yig'ilish o'tkazildi. Urganch shahar hokimligida o'tkazilgan seminar shaklidagi yig'ilish qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Unda mahalliy hokimliklar, pudrat tashkilotlari va hududiy inspeksiya mas'ul xodimlari va boshqa tashkilotlar vakillari ishtirok etdilar. Ularga yangi qabul qilingan qonunning huquqiy asoslari va maqsadlari tushuntirildi. Qurilish sohasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qonunbuzarliklar va ularning oldini olish choralari muhokama qilindi. Ko'pgina Yevropa davlatlarida jahon tajribasida mualliflik nazorat qilish. Ya'ni loyihani kim chizib bergan bo'lsa, loyihani ishlab bergan bo'lsa, o'sha odam borib o'zini loyihasini muvofiqligini nazorat qiladi. Bizda afsuski, loyihachilarning qurilishda umuman o'rni sezilmayapti. Biz qurilishda sifatni ushlamoqchi bo'lsak, qurilish ishtirokchilari, ya'ni quruvchi, pudratchi, buyurtmachi, zakazchi va loyihachini nazoratini juda qattiq ushlashimiz kerak. Asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritilgan. Qurilish sohasida yo'l qo'yilgan xatoliklar uchun jarima miqdorlari oshirilgan ma'muriy kodeksga asosan. Shu bilan birgalikda quruvchi tashkilotlar, loyihachi tashkilotlarning javobgarliklari va mas'uliyati yanada oshirilgan. Bu bilan yurtimizda barpo etilayotgan qurilishlarni sifatli va xalqimiz rozi bo'ladigan chiroyli tartibda xalqqa yetkazib berishga erishish mumkin bo'ladi. Qonunga muvofiq endi shaharsozlik qonunchiligiga rioya qilmasdan qurilish ishlarini amalga oshirish, vakolatli organlar ruxsatisiz bino inshootlar barpo etish, tayanch konstruksiyalarni noqonuniy o'zgartirish yoki buzish, bosh rejalarga zid ravishda loyihalash va qurish jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Seminar davomida shu va boshqa o'zgarishlar haqida ishtirokchilarga tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borildi. Yangi qonun o'zgartirishlar kiritilish munosabati bilan loyihachi tashkilotlar, texnik nazoratchini olib boruvchi, mualliflik nazoratini, texnik nazoratchini olib boruvchi shaxslar tomonidan quruvchilarga yoki buyurtmachi tashkilotlarga shu qoida buzarliklari uchun yozma ko'rsatmalar berish huquqlari ko'rsatib o'tildi. Loyihachi tashkilotlar, buyurtmachi tashkilot, texnik nazoratchilari, loyihachi tashkilotlar, mualliflik nazorati xodimlari tomonidan berilgan ko'rsatmalarni bajarishdan bo'yin tovlashlik yoki o'z vaqtida bajarmasligi uchun bularga jarimalar qo'llash hududiy nazorat inspeksiyalarining vakolatiga yuklatilganligini bildik. Qabul qilingan mazkur qonun seysmik xavfsizlikni ta'minlash, qurilish jarayonlarida tartib-intizomni mustahkamlash, fuqarolarning hayoti va mulkini muhofaza qilish hamda o'z boshimchalikka chek qo'yishga qaratilgan muhim huquqiy islohotdir.